Xitayning Uyg'urlarga qaratilgan majburiy tug'ut cheklash siyosati barg'ansiri ko'p taratqularning diqqatini tortib, yangi tafsilotlar o'tirg'a chiqmoqda. 4 fevral G'arbiy Yaponiya xabar to'rida e'lon qilingan bir xabarda Xitoyning Uyg'ur ayollarga qaratgan majburiy bola tushirish siyosati to'g'risida ba'zi tafsilotlar o'tirg'a qo'yilgan. Xabarda aytilishicha, Xitoy Sharqiy Turkistonda tug'ut cheklash uchun har xil bahonalarni o'ylab chiqargan va bu rayonda majburiy tug'mas qilib etish siyosati yurgizgan. Yapon matbuotlarga oshkorlangan hujjatlarda ko'rsatilishicha, 2014-yildan 2018-yilgacha bo'lgan oralikda Xitoy Sharqiy Turkistondagi homildorlikdan saqlanish siyosatining bir qismi sifatida 100 mingdan ortiq Uyg'ur ayollarini bola tushirishga 1,385,000 Uyg'ur ayolga tug'utdan cheklash asbobi taqashga buyurgan. Belgiya Uyg'ur jamiyati va Turk ommaviy tashkilotlari 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 24 yilligi munosabati bilan Belgiyaning poytaxti Brюsselga Albertin maydoniga yig'ilib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish o'tkazdi. Taxminan 100 odam qatnashgan namoyishda Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilikni to'xtat, jazo lagerlari taqalsin degan shiorlar yozilgan lozunkalar ko'tarildi. Yana bir tarafdan Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birlashmasi 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi munosabati bilan Istanbulda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Yig'inga Turkiyada faoliyat olib berayotgan bir qism ommaviy tashkilotlarning vakillari, shundaqla Ilki xabar agentligi, Aki televiziyasi va Amerika ovozi qatorliq taratqularning muxbirlari qatnashdi. Uningdan boshqa dunyoning nurg'un davlatlarida 1997-yili 5 fevral Sharqiy Turkistonning G'ulji shahrida yuz bergan qirg'inchilikni xotirlash faoliyatlari o'tkazildi. Kanadada nurg'un parlament a'zosi, Kanada Federatsiya parlamenti tarmoq komitetining muavin raisi va Blok Kubikoa parlamentining a'zosi Alkis tayyorlagan birlashma xatga imzo qo'ydi. Xatda Beijingda o'tkazilgan Olimpik musobaqasiga qatnashishning o'z xalqiga va insoniyatga qarshi eng yomon jinoyatlarni sodir qilgan bir hukumat o'z manfaati va o'zini ko'rsatish uchun o'tkazgan bir faoliyatga qatnashganlik bo'ladiganligini ta'kidlagan. Xatda Olimpik musobaqasini boyqut qilishning tanarkachilarning tirishchanligiga uvol qilganlik bo'ladiganligini, shuning uchun boshqa bir davlatda o'tkazish kerakligi tilga ilinib mundaq deyilgan. İşinimizki, agar Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik harakatini davomlashtirsa, Xalqaro Olimpik komitetidan bu harakatni yo'tkashni talab qiladigan payt keldi. Kanada Federatsiya parlamentining Xalqaro kishilik huquq tarmoq komiteti 2020-yil oktyabrda Xitoyning jazo lagerlari, keng ko'lamli qo'lga ilish, majburiy emgak va majburiy tug'maslik qatorliq tadbirlarni o'z ichiga olgan bostirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan edi. Angliyaning muxbir siyoqiga kirib olgan 3 nafar Xitoy jazosini o'tirg'a chiqarib, o'tgan yilning oxirida qo'g'lab chiqarganligi ilgari surildi. Hukumat manbalarini asos qilgan Telegraf gazetining xabar qilishicha, ismi oshkorlanmagan 3 kishi yaqinqi 12 oy ichida muxbirlik vizasi olib Angliyaga kelgan. Egilinishcha, o'xshash bo'lmagan 3 media organida ishlaydiganligini aytgan bu kishilar Xitoy davlat bexatarlik ministrligining chet el axborot ishlariga mas'ul a'zolari ekan. Jasuslar Angliyaning davlat ichi axborot mulozimati tarafidan haqiqiy kimligi oshkorlangandan keyin qo'g'langan. Angliya axborot iqtisodiy taftish shirkati Tönögen Xitoy yer shari televiziya to'rining bu davlatga ingliz tilida tarqatish ijozatnomasini bekor qilgan edi. Yaponiya Sharqiy dengizga talash tortishliq Senkaku orolining atrofidagi dengiz tavalligiga kirgan Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat paraxotiga inkas qaytardi. Kyoto agentligining xabar qilishicha, Tashqi ishlar ministrligining bir yuqori darajalik amaldori Tönögen Xitoyga tava 2 paraxotning Yaponiyaning dengiz tavalligiga kirganligiga norozilik bildirganligini aytdi. Mazkur amaldor Xitoyning xalqaro qonunlarga xilof bu qilmishining qabul qilg'usiz ekanligini aytgan.